Assalomu alaykum. Biz YouTube'dan kuzatib turgan hurmatli obunachilarimiz. Bugun seximizga hamma bilgan Gövdenda ko'pchilik uylarda ustachilik etgan Husayn usta tashrif buyurdi. Husayn aka haqliqlar haqida qisqacha ma'lumot bering. Men bu vaqtdan beri bizlar bilan ishlashasiz. 2-3 yil bo'ldi. Farqni his etdingiz. Boshqalarga ham tavsiya eting. Assalomu alaykum. Hammaga salom, yaxshimisizlar teatrlar yangilanishlar bilan. Mana Jaloliy ukamizning aytganidan shu Urgapda aytib turibdi. Bu yerga kelishdan maqsad eng birinchi materialning sifatini qaraymiz. Material premium material. Ikkinchisi izobrazheniyasi buning tiniqligi. Ikkinchisi shu tiniq bo'lib chiqadi bu yerdan olsam. Uchinchisi buning mablag' tomonlama. Mablag' tomonlama u yerdan kelishtirib beradi. Qo'lini. Hem yana bir yangilik, yangi yildan elga 10% chegirmasi bor. Ana shular ham yangi yil arafasida shu narsalar qo'yilgan. Bu yerda shu kelasa, shu ko'ngilsiga ip chiqarib taklab beradi. Bu yerda o'ylanib turmaysizlar. Bu yerda obrazes ko'p. Mana bu yerda da bor. Necha mingdan obrazeslar. Bu yoqimizda bor mana. Bir yerda da var. Xalagan fakturangizni chiqarib beradi. Shu ko'nglingizni to'yib, xursand bo'lib ketasizlar. Tanlovda adashmanglar. Mana Jalolbek shu yerda manzilni tushuntiradigan bo'lsa, shu yerda jarima maydonining yonboshida. Bu bilan global tekstil korporatsiyasi. Tak, hurmatli obunachilar, agar sizga ham bunday sifatlarni fotografiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hechga nomer qo'yamiz. Qo'rqmasdan bog'lanishingiz mumkin. Ishingizni sifatli, tez va arzon ravishda bitirib beramiz. Bunga rahmat. Kamchiliklar bo'lsa, ilashtirmaysiz.